Hammaga salom do'stlar. Hozir Minecraft o'ynaymiz. Kecha survival birinchi qismni chiqarganim, hozir ikkinchi qism. Mana joyida. Mana mashina to'xtagan edi kecha. Kech bo'pti, yotog'imizni yasab uxlaymiz. Mana tog'larni o'ldirib olaman keraksanlar. Bu ovqat bo'ladi. Bilsanglar kerak. Tovuq. Nechta tog'im bo'ldi? 5 ta bo'pti. Pishirib yesam bo'ladi. Ovqatim bor 3 ta. Kech bo'pti, mamtga yotog'imni qo'yib uxlasam bo'ladi. Hozir yotog'im qanman? Yotoq yasamagandim mancha. Ikkita mana qilib ketibdi-yu. Mana yasaman deb qo'yaman deb uxlayveraman. Ertalab turganimdan keyin o'zi yaxshi emas debdi. Bittasi survival birinchi qismda. Mana endi yaxshi kelyaptimi? Yaxshi kelayotgan bo'lsa kerak. Ovozini o'chirib qo'ydim. Mana qo'y kerak emas. To'g'ri yemaymiz hali. Men bitta qo'lni bo'shatib qo'yish kerak edi. Konga kiramizmi yo'qmi? Konga kiraylik-da. Konga kirish kerak, kirish kerak emasmi? Kiramiz, shuncha konlar bor ekan. Men anusiga kirgim kelyapti. Askostiraman mana. Mamasiga kirgim kelyapti mana. Mamasiga kirgim kelyapti. Cholasiga ham kirgim kelyapti-da. Mamutlarda ham bor ekan, qaranglar-da. Bu yerda qishloq bor mamutda. Botlarda suvlar tepalikda, menimcha anaqa bo'lsa kerak. Nima bo'ldi? Reklama. Pastga tusha olamiz sekin, asta. Yo'q, sekinroq. Bizga ko'mir kerak emas, sekinroq tushamiz bundan. O'lib ketmasam bo'ldi. Ovqat yeb olaydi. Bo'ldi, mamutga tushamiz. Mamutda ham ko'mir bor ekan, sutga boramiz. Do'stlar, ovozim yaxshi kelyaptimi yoki yo'q? Ko'mas ekan u. Ketdik. Aytdim. Nargisiga kirish kerak, ketdik. Fakelim bor. Mana yaqinroqda ekan. Chiqib qolaman. Sizlar 1 minutda chiqib olaman. Bitta suv bosib yotibdi. Chiqish kerak. Uzr. Televizor yonig'idi. Ye boy. Qani? Ozgina qopdi. Zero chiqib qolish kerak. Agar suv bosib ketgan bo'lsa. Kon ekan rostdan. Temir topish kerak bitta. Endi tepaga chiqamanmi? Mana ko'mir olib ketish kerak bizga. Ko'mir. Temir chiqmayapti. Bildim. Sizlar mana qilaman-da. Faqat pastga mashqdan qazib ketaman. Kon chiqadi. Sindiraveramiz. Sindir. Temir chiqish kerak. Menimcha chiqadi. Yo'q, kon chiqdi. Zombilar bo'ladi bitta. Fakelimni olaymi? Fakelim qani? Nega? Qo'yaman. Kim yo'qmi? Ketmasam bo'ldi bitta. Kim yo'q? Kim fakelim? Yo'q. Anaqa bor ekan. Nima derdi? Zombiniki ekan.
Üstüge blok koyuş gerek. Blok. Kilometre biz tarafga. Endi qanaqa boraman men? O'lib qolishim ham mumkin. Qanaqa boraman bu yerga? Borsam ekan, hammasini o'ldira olmayman da hozir. Bitta sekin qazib borayım ekan. Kim aslo kim? Bitta shuni. Aslo kim? Kim dedim ben sana? Bitta shuni. Kim? Kim dedim ben sana? Hozir ko'payib ketmasligidan tezroq qolay. Hech kim kelib qolmasin. Qani mana qo'yamiz. Fakel. Endi paydo bo'lmaydi. Paydo bo'lyapti. Fakel. Ana endi paydo bo'lmaydi. Narsasini olishim kerak-da. Temir bo'lsa yaxshi bo'lardi. Mayli, sindiramiz, qo'rqib bo'lmaymiz. Davay, kellaring. Davay. Ke. Olamiz tezroq. Bo'ldi. Endi yopib qo'yamiz. Bo'ldi, hamma narsasini olib. Nechta temir? 6 ta temir yaxshi yetadi. Bizga hozir nima kerak? Tekerka kerak. Qani? Taxtam bor. Tekerka. Tapor bo'lsa bo'ldi menga. Bular tursin. Bunu koyamiz. Bo'ldi. Narsam to'lib ketdi ya. Qatim onu yeb olamiz. Endi bu yoqqa qarab boramiz qani. Akalim yo'qmi, qolmadimi? To'qnashmi ko'pi? Qotanga olsan sen, Qotanga bo'lmaydi. Kamashdan olsam. Top kelganda yo'lla. Fakel. Mamka soldim ekan. Qan fakelman. Mana mamka soldim. Endi boramiz-da. Bu yerlarni ham qidirib ko'ramiz. O temir topdim. Bu yerda qishloqqa qarasa. O'zimlik o'tdim. Yop tashiydi. Ye. Kime dedim ben sana?
Qani boya 30 ta blokim bor. Bo'ldi. Endi kelolmaydi hech kim. Temir bor ekan olish kerak. Tezroq. Olli. Biz 10 minutlik bo'ladi bu video emas. Necha minutlik bo'ldi? 10 minutlik. Hammaga xayr do'stlar. Mana shu joyda tugataman. Hammaga xayr. Survival ikkinchi qizim tugadi.